Assalomu alaykum. Keling aka. Alaykum assalom. Charchamayapsizlar? Rahmat aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Sizga nima xizmat? Aka, menga 3000 dollarga yarasha mana shu mahsulotlardan qilib berishingiz kerak, ijaraga chiqarishimiz kerak. Juda yaxshi aka. 3000 dollarga yarasha bo'lgan mahsulotni qo'ldan kelgancha obzorini qilamiz. Xo'p, birinchi o'rinda aka jiyanlarni biznes bilan, ya'ni ish bilan ta'minlashga asosiy yo'nalish bo'ladi. Bu borgan sari rivojlanib boradi. Biz sizga 3000 dollaringizga yarasha, ya'ni taxminan 36 million so'mga yarasha bo'lgan mahsulot bera olamiz. Nimalar bera olamiz? Xo'p, bizda tayyor mishalkalarimiz bor. Aka, biz sizga 2 dona mishalka, 2 dona. 2 dona. Hop. 2 dona arava beramiz aka. 20 komplekt lesa beramiz. Xo'p, bunda yana qo'shimcha beradigan narsalarimizdan bittasi bu apalovka, ya'ni juda ko'p ehtiyoj uchun ishlatiladigan Bulardan, Lego apalovkalarimiz bor. Xo'p, mana shu apalovkalarimizdan 2 komplekt beramiz. Bu taxminan eng minimal hisob-kitoblarga ko'ra taxminan 4 oy, 5 oy davomida siz sotib olgan mahsulotni to'liq arendasini qoplab bera oladi va sizni to'liq daromadga o'tkazib oladi. Bu juda uzoq yillar, ya'ni eng kamida 5 yil, 6 yil sizga kichik miqdordagi foydani keltirib chiqaradi. Hech qanaqangi xarajatlarsiz. Hop, apalovkalarimiz aka 50lik, 60lik, 70, 80, 1 metrligimiz bor. Koreyskiy versiyadagi, ya'ni koreyskiy bilan birga bir bo'lgan o'sha apalovkalarimiz bor. Bular koreyskiyni misol uchun finskiy faneralisi bo'lsa, finskiy faneralay bo'ladi. Biz shuni uzoqroq yashashligi uchun biz listdan foydalanganmiz. Baquvvatroq bo'lishi uchun. Bunda asosan yana foydalanadigan narsalarimiz o'sha juda ko'p quruvchilarimiz juda yaxshi biladi. Bu klinlar, ya'ni juda oson bajariladigan, qotirilishi oson bo'ladigan va o'sha o'zimiz hammamiz biladigan tayrutlarimiz. Xo'p, aka, 50 lik apalovkamiz. Bunimiz aka 50, xuddi mana shu biz terib qo'yganimiz, ya'ni maketimiz 50 lik apalovkadan bo'lgan. Bu 40 lik, 30 lik kolonna qo'ysa bo'ladi, 40 lik regel qo'ysa bo'ladi. Monolitlar uchun apalovkani o'zini yoyib, boltkalar orqali qotirilish natijasida foydalansa bo'ladi. Universal ekanda. Universal qilib, misol uchun asosan voha taraflarda bu nima bo'ladi? Hovuzlar quyish uchun, ya'ni suv quduqlari bor bizda. Suv quduqlari quyish uchun foydalansa bo'ladi. 60liklarimiz, ya'ni 60ligimizdan chiqadi. 60ligimizdan. Bunda to'liq foydalanishimiz 50lik kolonna foydalansa bo'ladi. 50lik regel foydalansa bo'ladi. Eng hadovoylar qaysilar? Eng hadovoylar aka shu bizni to'liq ehtiyojimizni qoplab beradigani bu 50, 60, 1 metrliklar, 80 santimetrliklarimiz. Bu tarafda aka o'sha apalovkalarimizda svarkalanish jarayonlari. Mana ko'ryapsizlar. Birinchi qo'l aka, shunaqangi hech kimda aralashuvsiz, lazerlar, gip, lazer, turba lazerimiz bor aka. Turbalarimizga turli shakllar berib kesadigan. Bularning hammasi birinchi qo'l o'zimizdan ishlab chiqarilish jarayoni aka. O'sha biz sizga aytgan 20 komplekt lesalarimiz aka mana hozirgi holatda tayyorlanish jarayoni. Bu padollari, o'sha oyoqlari, kashaklari barchasi aka siz xohlagan usulda. Kimga xuddi mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, o'sha doimgidek Imberg pastda nomer qoldiramiz. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Kimga xuddi mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsin. Salomat bo'lsin. O'sha nomerlarimiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Charchamayapsizlar?